Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Buxoro shahridan Rusalka tomonidan 4 qavatli panelli domning 2-qavatdan o'rtada joylashgan uglovoy bo'lmagan kvartira. Halol bir yaxshi oila yashagan kvartira Fayzlik xonadon sotuvga chiqyapti. Duxsaroni proyekt. Mana bu birinchi xonasi, balkonchasi ham bor, spalnya qismi, ko'rib turgan kravatlari, pardalari, lyustralari qoladi. Qolgan mayda-chuyda jihozlarni olib ketadilar. To'g'rimizda kladovka qismi. Kladovkasi ham kattagina. Asosiy zal qismi. Zal katalin ko'rib o'tyapsiz. Uyimiz balandligi 270, eniga 3,5, uzunligi 5,5. Bu yoqdagi jihozlardan faqatgina mana bu divanchasi va parda, lyustralar qoladi xolos. Sanuzul razdelni bu yoqda. Hojatxonamiz ko'rinishi, unitazlar akkuratni holda saqlangan. Bu tomonda esa vanna xonamiz ko'rinishi. Oshxona qismi. Oshxona qismi ham kattagina. Mana bu ko'rib turgan uголок mebel divanlari qoladi. Qolgan bitaviy texnika hammasi olib ketiladi. Oshxona, balkon katalik hisobli balkonga ko'chgan, oshxonani o'zini o'tirib yeb ichadigan joy qilganlar. Kuxna mebel garniturasi qoladi. Bu tomonda ham, bu tomonda ham. Faqat mana bu gazli plitani o'zini eskisini qo'yib, yangisini olib ketar ekanlar. Birga 6 pistolet balkondan iborat kvartiramiz. Mana shu 2 xona, 2-qavatda joylashgan kvartiramiz. Kimga ma'qul kelgan bo'lsa, pastdan nomerlarni qoldirib o'tamiz. Kvartira manzili Buxoro shahar, Rusalka orqasida. Yokida stomatologiya pavorotida. Narxi $31,500, yana ozroq summada kelishtirib beriladi. Plus kvartiramiz ikkilamchi kreditga ham beriladi. Kelinglar, ko'ringlar va mana shu fayzli xonadonimiz egasiga aylaninglar. E'tiboringiz uchun rahmat.